Avtodasi organida Lacetti'da to'liq navorot qilinganidan va fishkalat holatda esidan kelib qoldi akalar. Avtomat korobka yuklarigacha bir tekst ishlab turibdi. Salonlarni bitta ko'ringlar akalar. Lacoste salon qilingan ekan, polilarigacha, rullarigacha mosdan anaqa yashil qilib chiqilgan ekan. Avtomat korobka, Pioneer original magnitofon, tablolashini terilgan, aka printlarigacha qilib qo'yilgan ekan. Orqada Pioneer kolonkalarigacha turibdi, mejigar puzlarigacha ustanovka qilingan ekan. Oq svetda kraskalari ham unaqa ko'p bas, bir 20-25% atrofida bor ekan. Honda ledlarigacha ustanovka qilingan, avtomat korobka, optra faralarigacha taqib berilgan ekan. Oq svetda turishini qaranglar, mashina akalar. Saka diskalarigacha ustanovka qilingan, to'rtta balonlari yangi holatda turibdi ekan akalar. Mana sa mashina. Cho'tka holatda turibdi. Avtomat korobka, motor, hadovoy korobkada umuman ishlari yo'q. 2011-yil ishlab chiqarilgan. Yurish-turishlari vaqti shalat holatda, moy rasxod qilmaydi. Xullas akalar, hozirgi kunda mashinaning hech qanaqa texnik ishi yo'q. Olish kerak, minish kerak xolos. Narxi vaqti shalat bo'ldi. Shuncha navorotlarning ham puli bo'lmadi. $5150 dan sunnatiga yana ozgina yo'lda qilib berilar ekan. Nomerni pastda qoldirdim, bemalol aloqaga chiqib olasizlar.